Hammaga salom. O'zbekiston Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Dilis Dream Draftda chempion bo'lishga harakat qilamiz. Hozir biz final o'yini o'tkazamiz. Sizlar bilan birgalikda qani chempion bo'la olamizmi, yo'qmi? Hop, asosiy tarkibni to'g'rilab olamiz. Albatta sizlar nechta marta Dilis Dream Draft o'ynadinglar? Va necha marta g'olib bo'ldinglar? Mag'lub bo'lganlar bo'lsa ham kommentariyga yozib qo'yinglar. Hop, bizning raqibimiz juda ham kuchli bo'lmagan Aston Villa. Bundan oldingi raqiblar ancha kuchliroq edi. Manchester City, Arsenal. Finalda esa kuchsizroq jamoa. Hop, mana shu tarkibda chempion bo'lishga harakat qilamiz. Albatta, mag'lub bo'lganlar bo'lsa ham kommentariyga yozib qo'yinglar. Nima sababdanligini ham albatta javob berishga harakat qilaman. Hop, biz bu o'yinda kamida 5 ta gol uramiz degan umiddaman. Hop, ketdi endi birinchi gol tomon. Juda ham oddiy va ajoyib gol. Lautaro Martinez. Hop, video boshida aytib qo'yaman, like, obuna, podpiska, jalba dislike esdan chiqmasin. Bilman, albatta like bosmaysizlar. Chunki like bossanglar videoyim topga chiqib ketib qoladi. Million prosmotr. Uzoqdan zarba. Ammo darvozabon o'z mahoratini ko'rsatdi. Sizlarning tarkibingizga eng kuchli o'yinchi kim tushdi va reytingi nechi bo'ldi? Menda Alize tushdi, 92 reytingda. Eng kuchlisi hozircha shu. Hop, Pedri, Yildiz, Lautaro va Alize. Olise hujumga o'ta olmadi, sababi to'pni oldirib qo'ydi. Yana uzoqdan zarba va super gol ko'rishinglar mumkin. Bu videoni o'tkazmayman. Birgalikda tomosha qilamiz. Alise deyarli 30 metrdan tezlik 72 kilometr 9 ga gol. Albatta golni chiroyini ham baholash kerak. Menimcha bu gol bemalol 10 ballik sistemada 10 ballga tortadi. Menimcha sizlar ham fikrimga qo'shilasizlar. Albatta bizni ofitsialniy duoyimiz bor. Duoyimizni aytib o'tishimiz kerak. Kim shu videoga like bosib, obuna bosgan bo'lsa, akkaunti chotki bo'lib, Dilisdagi old akkauntlardan bo'lsin. Kim agar like bosmasdan tomosha qilib turgan bo'lsa, Dilis akkaunti ban olib, open agent qilganda o'zi xohlagan o'yinchilar umuman tushmasin, akkaunti musor bo'lsin. Mana bu duomiz ham yakunlab oldik. Hop, deyarli birinchi taym tugamoqda. Bizda hisob esa 2-0. 3-0 ga harakat qilib ko'ramiz. Qoyil darvozabon yaxshi zarbalarni ham qaytaryapti. Sababi bu Martinez. Oddiy darvozabon emas. Mana ikkinchi taymni ham boshlab olmoqdamiz. Ko'ramiz qanchalik o'yinimiz yaxshi bo'ladi va gol ura olamizmi yana. Albatta sizlarga dinamik agentlar dinamik starslar o'sha yulduzlar qiziq bo'lsa, u haqida ham video chiqarganman, ko'rishinglar mumkin. U o'yinchilar reytingi qachon oshadi va Abduqodir Husanov necha darajagacha ko'tarilishi mumkinligi haqida. Agar sizlar hozir o'zingizlar bilsanglar, shuni ham kommentariyga yozib qo'yinglar. Agar Abduqodir Husanov jahon chempionati finaligacha chiqa olsa, reytingi nechi bo'ladi? O'zi sizlarga savol. O'zbekiston jahon chempionatida qayergacha bora oladi? Bu menga ham qiziq. Meni fikrim bemalol finalga chiqadi O'zbekiston, sababi tarkibda yetarli o'yinchilar bor.
qiynalmasdan finalga chiqamiz. Finalda lekin noma'lum yutamizmi, yutqazamizmi? Lekin finalga chiqishimizga ishonaman. Yana kim ishonadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, aziz vatandoshlar. Xo'p, biz 3 ta gol urib oldik, yana 2 ta gol uramiz. Katta ehtimol biz chempion bo'lgan holda olmoslarni olamiz Dream Draftdan. Xo'p, Alise uzoqdan yana bir zarba. Alisedan вообще o'zi qora bo'lsa ham gollari juda ham chiroyli. Xo'p, o'yinchilar almashtiramiz. Xo'p, bizni zaxiramizda sochi jingali Williams bor. Hujumga Umarjon borlar. Markaziy hujumga Qariyani tushiramiz. Yarim himoyaga Gulerni o'rniga Brahim Diaz. Xo'p. Qani ketdi endi. Eldor Shomurodovda dinamik stars kartasi bo'lganda yaxshi bo'larmidi yoki yo'qmi? Mani fikrimcha qo'shish kerak edi. Hech bo'lmasa O'zbekistonda 2 ta o'yin chiqib qo'yganda ham juda ham zo'r bo'lardi. Va Lewandowskidan har doimgidek gol emas. Lewandowski ham qarimoqda, u ham yoshi o'tib bormoqda va golni ajoyib ko'ramizmi? Ana Umarjon gol urolmadi. Sizlarda ko'zinglar tegdi. Sizlardan hijolat bo'lib gol urolmadi. Dilisida keyin kim akkauntini Cho'rovin yozib ketinglar. 50, 45 va videoni boshlatganimizdek mana va'da qilingan 5-gol ham urildi. Xo'p, biz deyarli chempionmiz. Chempion bo'lish unchalik qiyin ham bo'lmadi. Bundan oldingi raqiblarimiz kuchliroqdi. Xo'p. Kim men bilan agar birga o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozsin yoki Telegram kanalimga o'tsin. Birga o'ynashimiz mumkin. Obunachilar bilan ham mana chempion bo'lganimiz uchun 50 ta olmos tanga oldik. Va shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.